Yig'lamayman deb yig'lavorman. Jannatga birinchi kiradigan odam desam ham bo'ladi. Men chin dildan so'rayman qaynonamni, shunaqa yaxshi insonlarki, bunaqa ona yo'q desam ham bo'ladi. Eng rivojlangan nuqtasichi baribir qaynona uyda bo'lar ekan. Shu onam aytaman, qaynonam judayam yig'lamayman deb yig'lavorman. Men bilan birga imtihon topshirardilar. Mana ekzamenga borib kelsam, ovqat qildirmaganlar. Umuman institutda o'qiydigan qizman, ovqatlarim tayyor, achichuvlarimgacha qilib, Zulxumorxon keldi, Zulxumorxon degandilar. O'zim ota-onam, Zulxumorxon bo'lib ketasizmi? Haligacha Zulxumorxon keldingizmi bolam? Ha, tez yechinib tushing derdilar. Men ovqat tayyorlab turaman deb. Tushardim, tushgandan keyin nima bo'ldi bolam, ekzameningiz qanaqa bo'ldi, yaxshimi dedilar. Men shopillatib, voy joy yaxshi bo'ldi yoki o'tolmagan bo'lsam, yo'q o'tolmadim deb yig'lab gapirib beraman. Mani Zulxumor Salohiddinova bo'lishga albatta avvalambor Alloh sababchi qildi, ota-onam, keyin eng katta narsa bu meni oyijonim.